Muhriddin aka, avvalo xush kelibsiz. Necha yildan buyon musofir yurtasiz? 6 yildan beri. Kechsam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari, dunyoda eng shirin asar. 23 yoshimgacha bilan juda chiqmaganman. Shu bilan chiqib ketganman. Baribir faslida qattiq kelganda. Jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan, onamning bir parcha O'g'lim telefon qilishni o'zgina kanda qildi. Umidim shu, xayolimga o'g'lim kelgan. yetti falakka nolishim, yesada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim, omadim. Bir oydan beri kutaman buni o'g'aychilar. Bir oydan bir oy oldin reja qilganman. Xudoga shukr, yetib keldi. Bugun ertalab soat 5 ga kelib tushganman. Bugun 29-may sanasida bugunoq musofir yurtga yetib kelgan onajonlarning xursandchiliklari uchun yetib kelgan akamiz Muhriddin akamiz bilan hozir tabrikka borish jarayonidamiz. Hammani qorni och, ujinga tushdik. Mehmon degan qo'llalar. Aka, xush kelibsiz. Rahmat aka. Charchamang. Patenlar narxi arzon bo'ldimi? Yo'qmi? Yo'q. Patenlar ko'tarildi. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugun Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi 29-may sanasida o'z tavallud topgan kunlarini nishonlab turgan onajonimizni tabriklash maqsadida yo'lga otlanganmiz. Bugun aynan ularning farzandlari Muhriddin akamiz musofir yurtdan o'z xonadonlari bag'riga onajonlarim bugungi tavallud topgan kunlari munosabati bilan albatta ularga surpriz tarzda kirib borib, xursand etishni niyat qilganlar. Muhriddin aka, avvalo xush kelibsiz. Yaxshi yetib kelganingiz bilan sizni avvalo tabriklaymiz. Qolaversa onajoningiz tavallud topgan kunlari sizga ham muborak bo'lsin. Necha yildan buyon musofir yurtasiz? Men 6 yildan beri musofir. Har yil kelib ketamiz, 30 ga kelamiz. Oxirgi marta 1 yil 2 oy bo'ldi ketganimda. Lekin hech qachon onangizni tavallud topgan kunlarda yetib kelmagansiz, to'g'rimi? Birinchi marta. Musofir yurtlarda yurishni o'zi bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Musofir yurtlarda mana 6 yildan buyon qatnarkansiz. Nimalarni boshingizdan kechirgansiz? Nima qiyinchiliklar bo'lgan? Eng asosiysi. Oila sog'inchi, ota-ona sog'inchi, shunday boshqa hamma narsa bor. Nima ish qilasiz? Povurlik qilamiz. Oshpazlik qilasiz, demak, to'g'rimi? Nasib bo'lsa, mana hozir kirib borishni niyat qilgansiz. Yuragingizdan nimalar o'tyapti ayni paytda? Shu hayajondan nima o'tadi? Hayajondasiz, to'g'rimi? Ertalabdan buyon bizni kutib turibdilar va albatta biz hozir ayni tabrikka ketish oldida bularni albatta to'xtatib intervyu olmoqdamiz. Ko'z tegmasin ilohim, hamma musofirlarimizga mana shunday oilasini bag'riga yetib kelish baxti nasib ro'za aylasin deya niyatlar qilib qolamiz. Onangizni eng ko'p sog'inganingizda nimalarni eslaysiz? Sog'aychi. Eng последний o'g'ilman. Eng oxirgi o'g'illar. Nechta farzandsizlar? 4 ta farzand, bitta qiz, 3 ta o'g'il. 2 ta akam oldimda. Rossiyadalar. Hozir ular kelmadilar, to'g'rimi? Yo'q, ular kelmadilar. Men chiqmaganda shu yoshimgacha 22-23 yoshimgacha bilan juda chiqmaganman. Shu bilan chiqib ketganman. Baribir faslida qattiq kelganda. Albatta. Hayot majbur qiladi shunaqa narsalarga. Albatta. Hamma musofirlarimiz ishlariga omadlar tilab qolamiz. Onajonimiz bilan gaplashganingizda qachon kelasan deb so'raganlar, to'g'rimi, baribir? Qachon degansiz o'sha paytda? Yangi yilgacha boraman deganman. Yangi yilgacha degansiz, lekin mana hozir tavallud topgan kunlarda kirib bormoqchisiz, to'g'rimi? Ayiqchalarimiz sizni kutib turibdi. Aynan ayiqchani o'zingiz kiygan holatda kirib borasiz. Faqat bildirmay turasiz. Qanchalik sog'inganingizni albatta biz ko'zingizdan sezib turibmiz, lekin ayiqchaning ichida bo'lgan holatda hech kimga bildirmagan holatda kirib borasiz. Hozir hech kim bilmaydimi? Hech kim bilmaydi. Necha yildan buyon kuzatasiz bizni? 2 yil, 3 yildan beri kuzataman.
Lekin bu narsani bo'laman deganim bir o'ldaydan beri o'ylayman-da. Reja qilib kelaman. Akamlarga aytganman, mayli degan akamni ham. U yoqdan ham shu vaqtgacha bir ikkita akam bilardi. Shu o'zimiz atrofimiz, qishloqlarimiz, tanishlarimiz ko'p edi. Bir ikkita akam bilardi kelishimni. Kecha ishxonaga ham aytgan yo'qman. Turdim keldim, bugun hamma bilgan edi, qani qayda. Hammasi yuragimdan birdaniga chiqib qo'yib kelish. Demak, siz ishxonadagilarni ham bilmagan, ha? Bilmaganda. Bugun siz bildida hamma. Eng asosiysi sizni niyatingiz yaxshi, ya'niki onajoningizni xursand qilmoqchisiz. Mana shu niyatingizga yetkazayotgan Alloh taologa hamd sanolar aytamiz va albatta biz hozir yo'lga otlanmoqdamiz. Aynan Romitan tumani tomon borgan holatda onajoningizni yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum ulash niyatimiz bor. Va albatta sizning ham niyatingiz mana shunday iborat deb o'ylayman, to'g'rimi? Qachon ketasiz endi Rossiyaga? 5 kundan. 5 kundan keyin. Bilet olingan hammasi. Musofir yurtdan bizni kuzatib turganlarga nima deysiz? Musofir yurtda kuzatib turganlar eshik olmadi hammasini. Hammaga shunday kunlar nasib qilsin. Hamma sog' salomat oilasini bag'riga kelsin. Demak, mana shu videodan keyin tabrigimizga kirib borish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Taassurotlar qanaqa aka, taassurotlar? Taassurotlar zero. Joy yuzda. Muhudi yo'q. Ko'proq kim so'ragansiz aka? Onam so'g'inaman, otam so'g'inaman. Bolalarim so'g'inaman. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugun Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi ayni daqiqalarda Romitan tumanidamiz. Bu yerda hozir farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz Zulayxoxon onajonimiz tabriklab, xursand etish niyatimiz bor. Va albatta ularning musofir yurtda yurgan o'g'illari Sadriddin akamiz nomlaridan, Bahriddin akamiz nomlaridan hamda ularning oila a'zolari va albatta eng kenjatoy musofir yurtda yurgan farzandlari Muhriddin akamiz nomlaridan tabriklab, bugungi shodiyona kun munosabati bilan yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum ulasha olsak, biz bundan o'zimizni baxtiyor his etamiz. Demak, ayni daqiqalarda biz ularni kutmoqdamiz. Ular chiqishlari bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Bugun onajonimiz uchun kutilmagan surprizlar albatta tayyorlangan. Albatta o'sha surprizlarni ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Hozir ayni daqiqalarda bizning qarshimizda Salim akamiz turibdilar. Muhriddin akamizning dadajonlari. Salim aka, sizga muborak bo'lsin ushbu kun. Agarda Zulayxoxon onajonimizga tilaklaringiz bo'lsa, hozir aytib olishingiz mumkin, marhamat. Repetitsiya qilib. O'sha paytda o'zlariga aytasiz, marhamat. Umri uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Barchalarni, nabiralarni boshiga doim sog' bo'lsin. Ana shunday yaxshi kunlarga o'tiraylik. Doimo sog' bo'lsin, omon. Barchalarim ham sog' salomat ishlab kelsin. Ilohim aytganingiz kelsa, mana shunday a'lo kayfiyat hech biringiz tark etmasin. Ayiqchalarimiz tayyor holatda turibdi. Demak, biz hozir onajonimiz chiqishlari bilan o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Omad mendan bo'lma xafa, ranjimagin yuzingni burib. Menga afsan sendan ko'proq onamning bir kulgani turib. Omad mendan bo'lma xafa, ranjimagin yuzingni burib. Menga afsan sendan ko'proq otamning bir kulgani turib. Meni kutgan intizorim, duogo'yim, hokizorim, bu dunyoda ular borim, onajonim, otajonim. Meni kutgan intizorim, duogo'yim, hokizorim, bu dunyoda ular borim, onajonim, otajonim. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam, jannatim onam. Hamma
hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar, qadrli aka-ukalar. Biz bugun mana shu fayzli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurganimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ya'niki ushbu xonadonning haqiqiy ma'nodagi qirolichasi hisoblangan, farzandlarning duogo'y onajonisi hisoblangan Zulayxoxon onajonimizni tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Onajon, tavallud topgan kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz sizga muborak bo'lsin. Doimo sog'lik, salomatlik sizni hech qachon tark etmasin degan niyatlar qilib qolamiz. Hozir ayni daqiqalarda siz topishingiz kerak bo'ladi. Topich kimning nomidan siz tabriklayapmiz? O'g'illarimdir va Shunaqa deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Yanada aniqroq. Bahriddin, Sadriddin, Muhriddin. Xo'p, taxminiy javoblaringizni tingladik. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri topdilarmi? To'g'ri topdilarmi? Lekin bizga boshqacha ma'lumot yetkazilgan. Menimcha xato topyapsiz onajon. Zulayxoxon onajon, bugungi tavallud topgan kuningiz munosabati bilan aytaveraylikmi kimning nomidan tabriklayotganimizni? Sizni bugungi tavallud topgan kuningiz munosabati bilan siz bilan birgalikda to mana shu kunga qadar yelka turib, hozir ta'kidlab o'tgan farzandlaringiz duolar qilib kelayotgan Salim akamiz nomlaridan tabriklayapmiz. Salim akaning qo'llarida turgan ushbu chiroyli shirinlik to'plari ayni daqiqalarda siz uchun topshiriladi. Marhamat, qarsaklarni bemalol chalib qo'yishlaringiz mumkin. Va albatta Salim akamiz boshchilik barcha farzandlaringiz, xususan bugungi kunda musofir yurtda yurgan siz to'ppa-to'g'ri topdingiz. Baxiddin akamiz nomlaridan, Sadriddin akamiz nomlaridan, Muhriddin akamiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklaymiz onajon. Mana shunday shodiyona kunlar xonadoningizda bardavom bo'lmoqligini tilab qolamiz. Hozir mana siz uchun uzoq o'rmonlardan ayiqchalarni olib kelganmiz. Bularning qo'llarida chiroyli guldastalar turibdi. Jannatim onam deb yozilgan ushbu guldastani aynan farzandlaringiz nomlaridan qabul qilasiz. Qarsaklar bemalol chalib qo'yishlaringiz mumkin. Hamma kayfiyati yaxshi, to'g'rimi? Bugun hamma yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgansizlar. Mana shu yaxshi niyatlar hammasini jam qilgan holatda hammamiz bir ovozdan tabriklaymiz deb qutlab qo'yamiz. Qani ketdik. Zulayxoxon onajon, to'g'risini ayting, xursand bo'ldingizmi? Juda ham. Bularni hammamiz sizni xursandchiligingiz uchun, Salim akamizning xursandchiliklari uchun, sizlar doimo xursand holatda yursangiz, barcha farzandlaringiz uchun xuddi mana shu narsa eng keraklisi hisoblanar ekan. Ilohim mana shu fayzli kunlarda doimo farzandlaringiz bilan yelkama-yelka turmoqlik baxti sizlarga nasib ro'za aylasin. Hozir yuragingizda nimalar o'tyapti? Kuchli hayajondasiz, to'g'rimi? Mana shunday hayajonlar bir chetga surib qo'ygan holatda bizni kuzatib turgan musofir yurtda yurgan o'g'illaringizga niyatlaringiz bo'lsa bemalol yo'lab o'tishingiz mumkin. Marhamat onajon. Avvalambor hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat, e'tibor uchun, hurmat uchun. O'g'illarimni tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Musofir yurtda yuribdilar, kelinlarim bilan sog' salomatgina yaxshigina ishlab kelib, qilgan mehnatlarini rohatini ko'rsin. Doim sog' salomat bo'lsin. Farzandlarni huzurini ko'rsin. Bizga qilganlari Allohdan ularga ham qaytsin. Rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat deymiz kataga. Hozirgina onajonimizning ko'zlarida yoshlar ko'rib turibmiz. Bu ham bo'lsa albatta onajon quvonch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Ilohim har doim ko'zingiz quvonch ko'z yoshlaridan porlasin. G'am ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmanglar degan niyatlar qilib qolamiz. Ota-ona deb yig'lamagan yurak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemaydi deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas. Onajonimsiz, otajonimsiz kirsam jannat kerak emas. Makka va Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Ota-onamning doim duosini olay. Yulduz oysiz falak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu chiroyli samimiy niyatlar, she'riy satrlar ham aynan sizlar uchun. Albatta hozirgi so'z navbatini, ilk tabrik so'z navbatini sizning sultoningiz hisoblangan Salim akamizga berib qolamiz. Marhamat qilib Salim aka, yuragingiz tubidagi yashirinib yotgan shu paytgacha aytilmagan tilaklaringizni hozir aytib olishingiz mumkin. Marhamat.
Umringiz uzoq bo'lsin, bola chaqalaringizga sog' bo'l, nabaraning boshiga bugun sog' bo'l. O'g'illarim, kelinlarim ham doim sog' bo'lsin, topganlari tugagan ashuna yaxshi kunlarga ishlatsin. Hamma sog' bo'lsinlar, shularning boshiga biz ham sog' bo'laylik. Yaxshi kunlarga kelganlarga ham xush kunlar nasib qilsin. Yaxshi kunlarga ana shunday ko'payishib o'tiraylik. Doim hammamiz sog' bo'laylik. Ilohim aytingizga rahmat, sizlarga rahmat. Ushbu samimiy niyatlar hammasi sizlar uchun. Sizlar doimo xursand holatda yursangiz, farzandlar uchun eng katta vaqt mana shu ekan. Biz Muhriddin aka bilan gaplashganimizda bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilar. Onajonimiz bizning jannatimiz, dadajonimiz esa bizning davlatimiz. Ular tinchliklari, har doim o'zlarini sog' salomat asrab yurishlari biz uchun eng katta vaqt. Bugun onajonimning tavallud topgan kunlari, ularning tavallud topgan kunlari, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kunlarini ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish niyatimiz bor dedilar. Garchi biz o'zimiz hozir akalarim bilan musofir yurtda bo'lsak ham, qalban o'sha yerdagi barcha yaqinlarimiz bilan hammalarni sog'inganmiz. Onajonimni bir quchoqlab o'pish niyatim bor, lekin biz uzoq yurtlardamiz dedilar. Lekin nima bo'lsa ham qalban birgamiz. Otajon, onajonimiz har doim sog' salomat yursalar, bizga mana shuni o'zi eng katta baxt. Bizda doimo xavotirda bo'lib turadilar. Bizga video orqali qo'ng'iroq qilganlarida doimo ularni xavotir olganlarini his qilamiz, lekin hech qachon xavotir olmasinlar. Biz akalarimiz bilan sog' salomat yuribmiz, ishlarimiz ham joyida. Otajon, onajonimiz bundan buyog'iga o'zlarini asrab yursalar, biz uchun mana shuni o'zi kifoya dedilar. Ilohim ko'z tegmasin. Nasib bo'lsa, uchala farzandlaringiz ham mana shu fayzli xonadonga eson-omon, sog' salomat yetib kelganlarda, ularni quchoq ochib, peshonalarida o'pgan holatda kutib olmoqlik vaqti sizlarga nasib ro'za aylasin. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning tafti va mehri boshqacha. Kirsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tun u kun Xudodan baxtimiz tilab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab, milliardlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Barchangizni onajoningiz umriga umr tilaymiz. Bir umr Xudodan baxtni tilaymiz. Onasi yo'qlardan uzr so'raymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Ilohim hamma onajonlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Muhriddin akamizni ham, Bahriddin akamizni ham, Sadriddin akamizni ham eng katta buyuk niyatlari shundan iborat ekanki, nasib bo'lsa, otajon, onajonimizni umra haj safarlariga yuborish niyatimiz bor dedilar. Mana shu niyatlarga ham Alloh taolomiz yetkazsin. Nasib bo'lsa, nafaqat sizlar, balki mana shu yerdagi barcha siz aziz otajon, onajonlarimiz ham farzandlarni orqalaridan gerdayib, faxrlanib, hojota, hojona bo'lib aeroportdan kelganlaringizni ham shunday kutib olmoqlik hammamizga nasib ro'za aylasin. Yana bir bora onajonimizga tavallud topgan kunlari muborak bo'lsin. Shu qarsanglar onajon siz uchun. Doimo mana shunday fayzli kunlar xonadoningizda bardavom bo'lmoqligini tilab qolamiz. Bugun sizlar uchun albatta mana shu yerdagi barcha yaqinlaringiz tashrif buyurganlar. Hammalarining yuraklarida samimiy niyatlar bor, hammalari yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurganlar. Biz har bitta tabrikka borganimizda o'sha oila haqida surishtiramiz. Sizlar haqlaringizni ham surishtirganimizda iliq fikrlar kelib chiqdi, lekin Salim aka to'g'rilarda bir ikkita sirlar ham kelib chiqdi. Shuni ham aytib o'tish kerak. Nima sir ekan deyapsiz onajon? Nima deb o'ylaysiz? Sir yashirib kelganlarmi? Bilmadim. Sir yashirib kelganlarmi yo'qmi shu paytgacha? O'zlaridan so'rang. Sir yashirganmisiz? Yo'q. Aniq. Lekin bir ikkita sirlaringiz kelib chiqdi. Nima deb o'ylaysiz onajon? Bular nechta farzandlar bu? To'rtada. Siz bilganingiz, bilmaganingizchi? Bilmadim. Bilmaganingizni bilmaysiz, to'g'rimi? To'g'risini aytaysiz, sir yashirgan bo'lsangiz, hozir aytaylik o'sha farzandlaringiz ismlarini. Yo'q, nabiralardan tashqari. Yana farzandlaringiz bor ekan. Qayerda deysiz? Armiyaga ketgan paytlarida, o'sha Rossiyada. Bo'lishi mumkinmi shunaqa? Hozir aniq javobga o'tamiz. Sizni yana farzandlaringiz bor ekan, onajon eshitib oling. Birinchisi Zarina opa, ikkinchisi Nigora opa, uchinchisi Akmal aka, to'rtinchisi Farida opa ekanlar. To'g'rimi shu gap? Demak, sir yashirmagan ekanlar, to'g'rimi? Ko'z tegmasin ilohim, ko'z tegmasin. Chunki Muhriddin akamiz ta'kidlab o'tdilarki, otajon, onajonimiz kelinlarni kelin emas, qiz sifatida tan olganlar. Kuyovlarni esa kuyov emas, o'g'lim deb qabul qilganlar. Mani 3 ta emas, 4 ta o'g'lim bor deb har doim otajon, onajonim faxrlanib yuradilar dedilar. Ilohim har doim mana shunday fayzli kunlarda faxrlanib yurmoqlik baxti sizlarga nasib ro'za aylasin. Va albatta Muhriddin akamiz alohida rahmatlarni yo'llab o'tgan insonlar bor. Opajonim Surayyo opamga,
Faridaxon jufti halolimga o'z minnatdorchiligimni yo'llab o'taman. Biz yo'g'imizni bildirmagan holatda otajon onajonimizni hollaridan xabar olib turgan mana shu ikkita ayol doimo otajon va onajonimni duolarini olib yuribdilar. Ilohim har doim ko'z tegmasin ularga. Ularga ham so'z navbatlarini beringlar dedilar. Hozir Surayya opamizga so'z navbatlarini berib qolamiz. Marhamat opajon, yaqinroq tashrif buyurgan holatda niyatlarini onajoningizga yo'llab o'tasiz. Qarsanglar bitta chalib qo'yamiz chunki bugun biz so'z navbatini beruvchi insonlarimiz bilan kelishib olmaganmiz. Surayya opa, siz bilan kelishganmizmi? Kelishmaganmiz, to'g'rimi? Hozir chunki yurakdan chiqqan samimiy so'zlar kelishilmaganda chiqadi. Marhamat opajon. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar amalaringiz. Bugun onajonim tug'ilgan kunlari yuza kirsinlar. Bizning boshimizda doim sog' bo'lsinlar dadam bilan. Akam, ukalarim ham sog' salomat ishlab, oilalarni bag'riga sog' salomat kelsinlar. Hammalar sog' salomat bo'lsinlar. Ilohim ho'jona ho'jota bo'lsinlar. Xush kelibsizlar amalar. Katta rahmat. Cho'lab qo'yamiz onajonimiz. Farida opaga ham so'z navbatlarini beramiz. Farida opa marhamat. Yaqinroq tashrif buyurgan holatda niyatlarni bemalol o'ylab o'tishingiz mumkin bo'ladi. Avvalambor hammaga xush kelibsizlar deyman. Assalomu alaykum. Oyijon, sizga katta rahmat. Shuncha yil men farzandimni katta qilib berganingiz uchun ham, shuncha bizning boshimizda bosh bo'lib, nima bosh bo'lib yurganingiz uchun ham bo'g'lim bilan birga ilohim uzoq umr kechirib, bizning boshimizda doim sog' bo'linglar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rib, doimo sog' salomat bo'lib yuringlar. Klassadagilar hammasiga katta rahmat shuni tashkillashtirganlar uchun. Ular ham sog' salomat ishlab, oilalarining bag'riga sog' salomat yetib kelsinlar. Rahmat deymiz kattaga. Albatta ularning yuraklaridan chiqqan samimiy so'zlarni guvohi bo'ldik. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, hurmatli xonadon sohiblari, mana hammalaringiz xush kelibsizlar. Bugun bir ajoyib kun, ajoyib mana davrani ishtirokchilari, guvohlari bo'lib turibmiz. Mana singlimiz Zoyxonni bugun tug'ilgan kunlari, tabarruk yosh o'lishdi. Payg'ambar yoshi, mana payg'ambar yoshiga qadam qo'ydilar. Ertalabdan buyon juda mana Telegram kanalimizda chiroyli tabriklar, istaklar, tilaklar bo'lib o'tibdi. Mana shularga qo'shilib ham shu tug'ilgan kunlarni muborak bo'lsin deymiz. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman singlim. Xudo senga uzoq umr bersin, sog' salomatlik bersin. Mana oilaviy tinchlik, xotirjamlik, farzandlaring, oilang mana domodi boshlariga, farzandlarning boshiga, navara mana boshiga doim sog' bo'lib, yaqinlarning boshiga doim sog' bo'lib, xonadoningdan mana shunday yaxshi kunlar arimasin. Doim sog' bo'ling. Mana yigitlar, kelinlari, janlarimiz Rossiyada haqiqatan mana mehnat qilib, chiroyli mehnat qilib mana shunday ajoyib davrani tashkil qilib o'tiribdilar, tadbirni tashkil qilib o'tiribdilar. Ularga ham rahmat. Istagimiz mana shu topgan-tutganlari yaxshi kunlarga, yaxshi tadbirlarga, mana obodonchilik uchun, yaxshi to'ylar, yaxshi tadbirlar uchun ilohim ishlasin. Sizga uzoq umr, domod bilan domod o'lniroq keling. Sog' salomatlik yana bir marta. Doim xonadoningizda mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi mehmonlarni qabul qiling, yaxshi tilaklar bildirilsin. Shu tilaklarning hammasi ijobat bo'lsin. Amon bo'ling, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hammalaringizga, xush kelibsizlar. Bugun ana singlimizning tug'ilgan kunlari yaqin, ilohim yuzga kirsinlar. Shu munosabat bilan yig'ilgan mehmonlarga ham ilohim shunday kunlar nasib qilsin. Kimni qancha yaxshi istak, tilaklari bo'lsa hammasi ijobat bo'lsin. Shu Rossiyada ishlab o'tirgan jigarlarimiz, farzandlarimizning ham tani joni sog', umrini uzoq qilsin. Topganlari faqat yaxshi kunlarga ishlatilsin. Qancha yaxshi tilaklari, istaklari bo'lsa hammasi ijobat bo'lsin. Ana farzandlari aytib o'tiribdi, hojona hojota qilamiz deb ilohim
bu niyatlarga ham Xudo hammamiz birgalikda yetkazsin. Farzandlari, nabira, abira, chabiralari ko'rib, domod bilan qo'shaq qarab iloyim. Hamma vaqt farzandlari ardog'ida bo'lsin. Tabriklayman opajon. Assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bugun ana opamning tug'ilgan kunlari ekan. Shu munosabat bilan yig'ilgandik. Ana surprizlar. Rahmat o'g'illariga, kelinlariga, hammaga shunday ahli solih o'g'illar, kelinlar nasib qilsin iloyim. Shunday e'tiborga, shunday hurmatga sazovor qilgani uchun jigarlarimga ming rahmat aytaman. Apagim ham iloyim yuzga kirsinlar. Jiyanlarim aytgandek xuddi hoji ota, hoji ona bo'lsinlar iloyim. Doim sog' bo'lsinlar. Ba'zanda sho'xlik qilib yuraklarga tegib qo'ygan joylarim bo'ladi. Lekin baribir yaxshi ko'raman. Uzr so'rayman o'sha narsalar uchun. Sho'xlik qilaman. Men kattaroq surpriz kutgandim, men o'ylagandim. Bahriddin keladi, kelin bilan kattaroq surpriz bo'ladi, Muhriddin keladi degandim. Mayli, shunisiga ham rahmat. Doim sog' bo'lsin. Ularni o'zim farzandlarimdek ko'raman, jigarlarimni. Doim sog' bo'lsin, sog' bo'linglar ham. Rahmat deymiz, kattaga rahmat. Ilohim niyatingizga erishing. Bahriddin akamiz ham, Sadriddin akamiz ham, Muhriddin akamiz ham kelmoqlik vaqtiga muyassar bo'lsinlar. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda ko'nglingiz to'lib o'tirish vaqti sizga nasib ro'za aylasin degan niyatlar qilib qolamiz onajon. To'g'risini ayting, xursand bo'ldingizmi? Albatta. Mehmonlarimiz shu xursand bo'ldingizlarmi? O'zi uyg'oqmisizlar? Hamma uyg'onganmi? Rahmat, kelinglar, hozir sizlarni uyg'otib yuboradigan yana bitta surprizni ko'rsataman. Sizlar uchun ham bitta surpriz yuborganlar, aynan sizlar xursandchiliklaringiz uchun. Lekin u surprizni ko'rish uchun sizlar 7 gacha sanashingiz kerak bo'ladi. Hamma sanashi bo'ladi, to'g'rimi? Hozir kelishib olaylik. Ruschami, o'zbekchami, tojikcha sanaymizmi? O'zbekcha, to'g'rimi? Demak, hozir birgalikda sanaymiz. Qani ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 ketdi. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam, jannatim onam.
savlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam, jannatim onam. Onajon to'g'risini ayting, xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim. Lekin baribir yuragimda qaytdigina narsa bo'ldi. Shu kun o'g'lim telefon qilishni o'zgina kanda qildi. Umidim shu, xayolimga o'g'lim kelgan. Ha, albatta, aziz onajonlarni xursand qilish maqsadida Muxbir akamiz tashrif buyurganlar. Falakka nolishim yesada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim yetsada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan sorayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim yetsada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim yetsada baribir g'am emas. Onam bor, hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas.
Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. To'lib qoldi yuragingiz, ko'z tegmasa ilohim. Nasib bo'lsa Baxtiddin akani olib kelaylikmi? Sadriddin akani olib kelaylikmi? Xo'sh, shu yerda turibdilar. Mayli, eng asosiysi Shuqaligina hozir telefon qildi, ular gaplashib bitirib. Bu lekin shug'ul bilan qochirdi, telefon qilishni o'zini ko'rsatmay qayerda. buni bilan biz ularga aytdik. Onajon shubhalanmasliklari uchun telefon qilib qo'ying dedik, lekin yo'q mayli, shubhalansalar ham mayli, yaxshiroq sog'insalar keyin boraman dedilar. Onajon bizni aybimiz yo'q telefon qilmasliklariga. Eng asosiysi yetib keldilar, to'g'rimi? Eng asosiysi yetib keldilar. Bag'ringiz to'lib qoldi, ko'z tegmasin, ko'zlaringiz oydin bo'lsin. Onajonlarni hozir o'zlarining tillaridan chiqqan samimiy niyatlar bilan tabriklab qo'yadilar. Bitta qarsaklarni chiroyli qilib chalib qo'yamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hammalaringizga xush kelibsizlar. Men bir oydan beri kutyapman buni gençlar. Bir oydan bir oy oldi reja qilganman. Xudoga shukr, yetib keldi. Bugun ertalab soat 5 ga kelib tushganman. Buguni bilan Buxoroga aynalib yurgandim. Bozorda sizlarni ko'rdim. Joningiz sog' bo'lsin, uyimizga kiring. Bizani akamlarni, afamlarni hammani boshiga sog' bo'ling. Dadam bilan ilohim shu 100 yoshga kirganda ham shu nabiralar ustiga ilohim duoda beringlar. Rahmat sizlarga. Oy, Muhriddin aka, hammani yig'latib yubordingiz. Ko'z tegmasin. Eng asosiysi doimo sog'lik, salomatlik hech biringiz tark etmasin. Albatta qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Onajon bularni albatta mana shunday kunlarga yetkazganingiz uchun va albatta sizlarni bugun tarbiyalayotganlarning eng asosiy sababchisi bu sizlar hisoblanasiz. Ya'ni sizlar bergan yaxshi ta'lim tarbiyangiz hisoblanadi. Sizlar bundan bir necha yillar avval onajon eslab olasizmi? Ular beshikda yotganlarni? O'sha paytlarda uyqu bermaganlar, to'g'rimi? Salim akamizga ayniqsa uyqu bermaganlar, lekin sizlar shunday bo'lsa-da, bedor tunlarni kunlarga ulab, bir qo'lingizda dunyoni, bir qo'lingizda beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, go'zal tarbiyangizni ayamagan holatda katta qilgan ekansizki, bugungi kunga kelib mana mevasini ko'rib turibsiz. Ko'z tegmasin ilohim, bardavom bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Salim aka, sizda nima fikrlar? Sizda ham kayfiyatingiz ko'tarildimi? Ko'tarildi, zo'r bo'ldi hammasi. Sizlarga ham rahmat. Shu o'g'illarimiz ikkalasi ham joni sog' bo'lsin, qizlarim bilan mana sog'likda yaxshi kunlarda ishlab o'tiraylik. Salim aka, farzandlaringiz bitta narsa asrab turadi. U ham bo'lsa sizlarning qilgan duolaringiz. Ota-onaning duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi va albatta ijobatini ham Alloh taolo o'zi ato etadi. Ilohim ko'z tegmasin, hozir hammamiz mana shu yerdagi o'tirgan barchamiz qolaversin. Muhriddin akamiz ham qo'limizni duoga ochamiz. Shirin duoyingiz bilan ularni siylab qo'yasiz. Hamma farzandlaringizni marhamat. Marhamat akajoningiz. Amin. Muborak bo'lsin, muborak xayr qilsin. Sog'lik, salomatlik, sog'lik, tinchlik bo'lsin. Xonadon obod, hayot farovon bo'lsin. Ana singlimizni tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Farzandlarini, nabiralarini baxti, kamolini ko'rish nasib qilsin ilohim. Xonadonda doim mana shunaqa mehmonlar bilan, yaxshi insonlar bilan obod bo'lsin, to'la bo'lsin. Ilohim yaxshi kunlarga mana shunday xizmat qilaylik. Yaxshi kunlarda birga bo'laylik. Hammalaringizga xush kelibsizlar, rahmat. Davraning ikkinchi qismini davom ettiramiz nasib bo'lsa. Amin. Allohu akbar. Albatta, davraning ikkinchi qismi albatta Muhriddin akamiz o'zlari bilan o'tadi. Ko'z tegmasa ilohim. Salim aka xursand bo'ldik, to'g'rimi? Zulayho xonajon siz ham xursand bo'ldingiz. Lekin biz Muhriddin akadan ozgina xafa bo'ldik. Bilasizmi nimaga? Biz sizni yoshingizni so'radik. Onajonimiz necha yoshga kiryaptilar deb so'raganimizda ular bizni aldabdilar. Siz hozir 18 yoshli qizaloqlardek raqsga tushdingiz, bilasizmi? Yo'q, hozir yosharib qoldingizmi? Farzandingiz kelib, ha, to'g'rimi? Ko'z tegmasin.
hech qachon yuzingiz g'am ko'z yoshlarini ko'rmasin. Doimo tabassum ko'z yoshlari bilan, quvonch ko'z yoshlari bilan to'la bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz. Doimo mana shunday fayzli kunlar bo'lib tursa, onajonlarimiz hech qachon qarishmaydi. Onajonlarimiz doimo bitta narsani xohlashadi: farzandim qayerda bo'lsa ham sog' salomat bo'lsa, mana eng katta baxt mana shu deya kutib turasiz, to'g'rimi? Kutgandingiz, to'g'rimi? Farzandingiz Muhriddin akamiz nasib bo'lsa, Bahriddin akamiz, Sadriddin aka mana shu fayzli xonadonga kirib kelganlarda quchoq ochib mana shunday ko'taring kayfiyatda kutib olmoqlik vaqti sizga nasib ro'za aylasin. Yana bir bora tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Qarsaklar chalib qo'yamiz. Esdalik uchun endi fotosuratlarga tushib qo'yishlaringiz mumkin. Marhamat. Savlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam. Davlatim otam, savlatim otam, davlatim onam, jannatim onam, jannatim onam.